Assalomu alaykum jigarlar. Bugun sizlar bilan Farg'onali bola va men bugun mana gnida bachchalarni o'ldiraman. Nima o'rtag'iz Demir bilan PvP qilmaysiz deganlar diqqatiga. Demir hozir ish bilan band, kibr demayman ki yana ming'illamasin menga, shuning uchun sanga. G'ijim toy mana. Halina video ham chiqardi, uzrasizlar bezovq bo'lib qopti. Lekin 3-qismida aniq zvuki bo'ladi. Hozir to'g'rilab qo'ydim zvukini. Kechiringlar iltimos, boshqa bunaqa xatolarga yo'l qo'ymayman. Mana, tima. Mana, tira ana, точно всё. Mana. Hoppa. O ana yana bittasi o'ldi. Bitta senlarni nechtasanlar? Hammangni bitta qoqaman. Video uchun kerak. Jigarlar iltimos meni duo qilib qo'yinglar. Ertaga musobaqam bor. 3-tur chorak finalda chorak final. Shuning uchun iltimos duo qilib qo'yasizlar degan umiddaman. Kanalga obuna ham bo'linglar. Yaqinda 63 ta bo'ldik. Masalan 50 ta obunachi so'rasam, sizlar menga 63 ta berdilaring. Normali bunaqa 100% 100 taga yetamiz. 100 ta bo'lsa esa men yuzimni ko'rsatib video qilaman. Erkecha gap. Xuddi ukam ayib qo'yayotganda bitta short tayyordi. Shu gap 100% to'g'ri. Men yuzimni ko'rsatib video olaman. Aldaganda quloqingizni. Mayapti bunga. Ana. Yonadigan narsa yonatdi. Qo'yimga tegman, qo'yimga tegsin kallangni o'ryoraman. Ana, bularni o'zi qaytarib qilsa bo'larmikan, yo'qmi? Ukam ot narsangni. Ha, bo'pti, otmas ekan. Olmos qilishdi ham bular bitta narsa, bitta zarbada o'lmaydi. Iltimos sizlardan duo qo'yib obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Hurmat bilan Farg'onali bola. Keyingi videoda 100% Demir bo'ladi. Maniakning 3-qismini chiqaramiz. Ertagami yo ertadan keyin 100% chiqadi. Sizlar muhimi bezovq bo'lsa ham kechiringlar meni. Erkakmisizlar? Man. Uzoqdan otaveradi bular, to'g'rimi? Yo'q, zaryadam ham qoldi. O'tdi. Hozir tezda onalarni yig'ishtiramiz. Menga ot, qo'yimga otma. Qo'yimga tegsa kallangni yoraman, ha? Ishan qo'yimga tegsa. Yaqinda quruvchilar jangi ham qilamiz. Muhimi sizlar like bilan obunani qizartirib, telefonda ekranni sindirib qo'yinglar. Mana qaranglar hozir men naqa qilaman. O'ziga qaytmayapti bu. Bariyaqa ustimdan kulyapti mana. Jichcha qoldi shekilli. Jonga tiyapti bular. Uzr. Chota mana shu videoni tugatadi, hozir jichcha qolibdi o'zi. Ana. Joyim jichcha qoldi. Agar video oxirigacha yozilmasa, xafa bo'lmanglar iltimos. Ki oxirida sanaymizda nechta olov tayoqcha. Yo'q, olovga qarshi kuchga qoldi. Bo'ldi, endi tayyor. Ambulatoriyaga admin qilaman. Uzoqdan mana kilisanaga o'xshab mana oti. Ko'rdilaringmi, meni kuchim ko'p. Yana bitta. Ko'rdilar merganman-de. Darajalarni o'xlatamiz. Sen menga ne to'qirayapsan? Senga ham bor. Ya ovan unisiga otaman hozir.
Tekkizalmaganda qulog'in sinsin. Oppa. Jichcha tepaloqqa otamiz. Jichcha pastroqqa mayli. Asabni buzib olyapsan sen, ukam. Kamonni e'tibor menda. Tovushlarga e'tibor beramiz, ko'chada nimadir bo'lyapti. Ya bu ustimdan izdivosiya qilyapti. O ana aytdim-ku tekkizalaman deb. Ana hozir mana shuni avvalo nechta bo'lishini ko'ramiz keyin. Ana nimadir tushibdimi undan? Shuncha harakatim. Voy, molim o'ldirishdi. Mayli go'shni. Hozir endi aytganimdek qani olovli kukunlar. Nechta chiqasan? 34 ta bor. Bo'ldi. Aytgancha, kamonni bunday qilib ol. Kamon deydi. Bo'ldi, endi menda kamon e'tibor qani? O'zim urib o'ldiraman. Ye. To'g'ri, menga sal qiyshiqroq tushdi, iloji yo'qmi? O ana tiydi. Ya hozir. YouTube'da men uni narsani ko'rdim. Ya buna bas. Ko'rdilarim shunaqa biroz baland sakrasa bo'ladi. Tushyapti. Короче, video tugadi. Sizlar tez aytishga harakat qilinglar. Samarqand soyini tagida sasigan sotgan savdogar 8888 so'm soliq solindi. Agar buni aytolmasalaring, Tianjin tog'ining tagida Toshtemir tog'ining traktor 90 tonna temirni tortolmay tirlab turibdi. Uni ham aytolmasalaring, Akmal akalar kinaligimizdami yoki amakimlarnikidaligizdami? Uchalasidan bittasini aytib ko'ringlar. Hop, video tugadi. Xayr, chao, kakao.